oyiga 1000 yoki 2000 dollar topishni xohlaysizmi? Unda men sizga koloristika kursini tavsiya qilaman. Bu kursda siz nazariy va amaliy ilmlar orqali koloristikani mukammal darajada o'rganishingiz mumkin. Darslar soni 15 ta nazariy va albatta 15 ta amaliy. Amaliyot darsida bo'ladigan ishlatiladigan materiallar albatta o'zim hisobimdan, modellar ham o'z hisobimdan bo'ladi. Qizlar joylar, shu nomerlarga telefon qilasizlar. Manzil Toshkent shahri.